barobardir. Negaki bo'ri hech qachon o'ziga nisbatan qilingan shafqatsizlikni kechirmaydi va u albatta qasos olish uchun keladi. Bundan shu ma'lum bo'ladiki, bo'rini qafasga joylagan kishi o'sha yerdan zudlik bilan minglab kilometr uzoqroqqa ketgani ma'qul. Bo'rilar yer yuzidagi barcha jonivorlar ichida o'z bolasiga bog'lanib qoladigan va undan har qanday holatda ham kechmaydigan hayvon hisoblanadi. Negaki bir guruh kanadalik olimlarni bo'rilar xarakterining aynan mana shu jihati ularning tajribasi davomida hayron qoldirgan. Endi tajribaning o'zlari 2017-yilda kanadalik olimlar bo'rining yangi tug'ilgan bolalaridan birini olib avtomobilga o'tirib qochib ketadi. Buni endi so'z bilan odatda ta'riflash qiyin, ammo harakat qilamiz. Ona bo'ri tasavvur qiling, joni uzilgunga qadar o'sha avtomobilning izidan qolgan emas. O'shanda ona bo'ri bolasi olib qochilgan avtomobilning izidan yetaman deb yo'lda o'lib qolgan. Mana bo'rilar.